Kimsiz? Nima qilganingiz bu? Ket. Ket. Ular seni o'ldirishadi. Ket. Chiroyligina qiz ekansan. Hali kech emas, ket. Seni o'ldirishadi. Bu uyda yomon odamlar yashaydi. Bechora qizni hayoti xavf ostida. Uni qutqarishim kerak. Ay. Eshityapsanmi meni? Ket. Bo'lmasam bu uyda seni ham o'liging chiqadi. Ket. Tezroq qochib ket. Poyezdga o'tirib ket. Ket uzoq joylarga. Bo'lmasam seni ham o'liging chiqadi, qizim. Kelin. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi kelin? Rahmat. Sizni qo'rqitordimmi? Yo'q. Mazangiz yaxshimi kelin? Nonushta tayyormi? Tayyor. O'g'lim. Labay oyijon. O'g'lim qanisan? Hozir. Assalomu alaykum onajonim, yaxshi Va dam alaykum oldingizmi? o'g'ilginam. Qalaysan? Yaxshi dam oldingmi? Rahmat. Notanish ayol menga bu yerdan qochib ketishimni aytdi. Demak, bu yerda bir gap Ishlaring bor. yaxshimi? Kecha Yaxshi. juda kech Chindan keldik. bular yomon odamlar bo'lsa, Ishlar ko'payib ketdi ona. Kelin, choydan qo'ying. Kelinga nima bo'lgan ertalabdan tushunmadim. Bugun ertaroq kelasanmi ishdan? Nasib. Harakat qilaman ona. Xudo Nima xohlasa. ovqat pishirib qo'yaylik, a? Endi bir oshmi? Bo'ldi, sen ertaroq kelsang, osh tayyor bo'ladi. Oy. oyijon, Ko'zingizga qarab choyni Narsa qilmadimmi? qo'ymaysizmi, kelin? Nargiz, e'tiborli bo'lsang-chi. Hop, voy dod. Qaqqayib turmasdan nimadir olib keling. Xo'p, Mazmi? Tomosha qilib turishini ko'rdingmi? O'zi dovdir-sovdir bo'lib yuribdi. Voy xudoyim. Qattiqroq gapirib bordingiz ona. Jonim og'rib turganda xotiningni yonina olyapsanmi? Yo'q, uzr ona, meni noto'g'ri tushundingiz. Namuncha qolib ketdingiz. Sizni qo'lingiz kuymadi-da? Cho'zilishini qara. Chaqir tezroq. Hop, kelyapti. Ey, tezroq kelgin. Bo'ldi ona. Qo'lingiz yomon Xotiningni- kuymadimi? Ber bu yoqqa. mana Ey, dorixonadan olib kelyapsanmi buni? qidirib qolib ketdim. Men nima qilay? Hozir mana ona. Mana shunday peshonamda qaqqayib turing. Bor xonaga.